o'g'lim shu ishni qilib qo'ydingmi deydi. Ha, oyijon qilib qo'ydim yoki doda qilib qo'ydim deyiladi. Birpas turib, "Men qara, ana o'sha aytganim qilib qo'ydingmi?" deydi. "Ha, qilib qo'ydim" desa, so'raganini bilmaydi. Assalomu alaykum. Kecha xotira buzilishi, Alsgeymer haqida gapirgandim. Juda ko'p savollar kelib tushibdi. Xo'p, qisqacha javob berib o'tishga harakat qilaman. Kommentariyalarda ming bor uzr, men hammasiga javob yoza olmayman. Shuni oldindan uzr so'rab qo'yaman. Xo'p, qisqacha javob beraman. Demak, Alsgeymer kasalligi bosh miyani neyrodegenerativ, ya'ni nerv to'qimalarining kamayishi bilan nerv hujayralarining nobud bo'lishi bilan yuzaga keladigan bosh miyani surunkali kasalligi hisoblanadi. Ya'ni bu kasallik tuzaladimi deb so'rashdi. Hozirgi kungacha bu kasallikning davosi topilmagan, ya'ni Alsgeymer kasalligi tuzalmaydigan surunkali kasallik hisoblanadi. Belgilari, demak, kognitiv funksiyalar pasayadi. Ya'ni kognitiv funksiyalarning eng kattasi xotira. Xotira, diqqat, tafakkur, fikrlash kabi funksiyalar bor. Ana shu funksiyalar pasayadi. Birinchi xotira pasayadi. Xotirada qisqa muddatli xotira yoki yangi ma'lumotlarni eslab qolish xususiyati kamayadi. Bemorda eng birinchi belgilari yaqinda olingan ma'lumotlar esdan chiqadi va qayta so'rash holati yuzaga keladi. Masalan, bitta bemor o'tiribdi, aytaylik, uyiga mehmon keldi. Bir marta so'rashadi, "Yaxshimisan, tuzukmisan, qizing yaxshi bo'lib qoldimi?" deydi. So'rashib bo'lgandan keyin ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, "Yaxshimisiz, tuzukmisiz, qizingiz yaxshi bo'lib qoldimi yoki qizing yaxshi bo'lib qoldimi?" yana qaytaradi. Bunda mana shunaqa shubhali vaziyatlar, bitta savolni ko'proq berish, 2-3 marta so'rash holatlari kuzatiladi. Yangi ma'lumotlar esdan chiqib qoladi. Bitta ish qiladi, shu ish qilinganini so'raydi. "O'g'lim shu ishni qilib qo'ydingmi?" deydi. "Ha, oyijon qilib qo'ydim yoki doda qilib qo'ydim" deyiladi. Birpas turib, "Men qara, ana o'sha aytganim qilib qo'ydingmi?" deydi. "Ha, qilib qo'ydim" desa, so'raganini bilmaydi. Ya'ni shunaqa qisqa kichkina belgilar bu Alsgeymer kasalligini yoki demensiya kasalligini belgilari hisoblanadi. Demak, bu kasallik tuzaladimi degan savol berishdi. Yo'q, bu kasallik tuzalmaydi. Bu xronический kasallik, nisbatan og'irroq kasallik hisoblanadi. Xo'p, nima qilish kerak? Nimaga unda lecheniya qilinadi? Lecheniyadan maqsad Alsgeymer belgilari bor. Demak, Alsgeymerda xotira buzilishi kuchayib ketaveradi. Shunaqa darajaga boradiki, bemor hatto oynaga qarab o'zini tanimaydigan darajaga borib qoladi. Tushunasizlarmi? Demak, agar davolamasa shunaqa proseslar tez rivojlanib ketib qoladi. Masalan, 1 yilda, 1,5 yilda shu darajaga borib qoladi. Lekin davolab turib, to'g'ri lecheniya olib borilsa, bu jarayon sekinlashadi. Bemor ancha o'zini yaxshi his qiladi. Bemorni boshqarish oson bo'ladi. Va bunaqa murakkab jarayonlar bo'ladi. Kechroq 7 yildan keyin, 8 yilda, masalan, 1 yilda boradigan joyga u 5 yilda shu simptomlarga boradi. 5 yilda boradigan joyda 10-15 yilda borishi mumkin. Shunaqa qilib bemorning holati stabil ushlab turiladi. Va yana bitta tarafi Alsgeymer kasalligining kuchayib ketishi bu ju nevrologik emas, psixiatrik kasallikka o'tib ketib qoladi. Ya'ni psixiatrik buzilishlar paydo bo'ladi. Agressiya, o'zini boshqara olmaslik, shunaqa holatlar paydo bo'ladi. Mana shunaqa bemorlar bo'ladi, kechqurun bilan janjal qiladi. "O'g'lim meni uyimga olib borib tasha" deydi. Ya'ni o'zi uyda o'tiribdi. Uydaligini bilmaydi. Qarang. Ko'p so'rashadi, shu holatda nima qilaydi? Mana tavsiya beraman. Mana shu Alsgeymer uyda bor, shunaqa "O'g'lim meni uyga olib bor" yoki "Qizim uyga olib boringlar iltimos" deb yig'lab kechqurun bilan janjal qilyaptimi? Shuni mashinaga o'tkazinglar. Shuni bitta mahalla aylantirib kelib, yana qaytarib o'sha uyga olib kiringlar. "Mana keldingiz uyga, oyijon yoki adajon, mana uyga keldingiz. Voy rahmat bolam, mana o'zingni uying boshqachada" deb qo'yadi. Ko'ryapsizmi? Mana shunaqa agressiv holatlar kuchayadi. Shuning uchun shu narsalar bo'lib ketmasligi uchun, bemor o'zini yaxshi his qilish uchun albatta lecheniya, ya'ni davolash prosesslarini olib borish kerak bo'ladi. Keyingi postimni kuzatinglar. Men Alsgeymerni aniqlashda, umuman bosh miyada kognitiv buzilishlarni aniqlaydigan MMCI degan test bor. O'sha testni qo'yaman, javobi ham bo'ladi. Uydagi qariyalarga berib ko'rib, shu testni o'tkazib ko'rib, ularning kognitiv holatini baholab ko'rsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.